Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Agrobank Anta paxtachi filiali Zarafshon mahallasida 16-aprel 2026-yilda uchrashuv o'tkazib berilgan. Uchrashuvdan asosiy maqsadimiz tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga tadbirkorlikda o'rgatish, kredit ajratish, tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanib kelayotgan mijozlarimizga tadbirkorlikda kengaytirish uchun faoliyatini kredit ajratamiz. Bundan asosiy maqsad shu faoliyatni kengaytirish orqali, yangi tashkil etilgan tadbirkorlar orqali tumandagi, mahalladagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, daromadini oshirish asosiy maqsad qilib olingan. Bizda hozir o'zini o'zi band qilgan ishsiz fuqarolarimizga, kamida 2 oy ishlamagan fuqarolarimizga biznesga ko'mak kreditimiz bor. 17 million so'mgacha beriladi. Demak, 25% dan beriladi, 4 yilga beriladi. Bunda kafillik yoki sug'urta qilsa bo'ladi. 50 million so'mlik mahalla loyihamiz kreditimiz bor. Bunda 5 yilgacha beriladi. Bu ham 25% dan beriladi. Bunda kafillik qo'yiladi, kafillik daromadiga qarab o'sha olayotgan summa chiqadi. Buni tadbirkor qilish uchun beriladi, plastikashga tashib beriladi. Tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanib kelayotgan fuqarolarimizga 312 sonli qarorga kredit ajratsak bo'ladi. 300 milliongacha kredit ajratamiz. Kamida 1 yil faoliyat yuritgan bo'lishi kerak tadbirkor. Agar yangi ochayotgan fuqarolarimiz oldin faoliyat tadbirkorlikdan kredit olib yaxshi yopgan bo'lsa, demak faoliyatni kengaytirmoqchi, yaxshi yuridik ochgan bo'lsa, ularga 1 yil bo'lmasa ham bir hafta qancha bo'lgan bo'lsa, shu faoliyatiga qaramay beriladi. 100 million so'mgacha sug'urta bilan beriladi. Demak, bu 20% dan beriladi. Bemalol tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan fuqarolarga, yangi boshlamoqchi bo'lganlar murojaat qilishlaringiz mumkin. Yozib, qonuniy tartibda ko'rib chiqib, savollarga javob beramiz.